Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar, salomatmi? Mana bugungi ish jarayonimiz mana bu yerda mana yangi stanokda ishga tushiryapmiz. Xudo xolasa nasib bo'lsa, elektr montajlarini men chiqib berdim. Hozircha kamchiligi ham bor hali, lekin xo'sh, bu yerda yaxshi bir ustalarimiz ishlayapti. Bu yerda bular bilan ham ishlayapman. Ancha tanishi, bular taniydiganlar ham bo'lsa kerak. Bu yerda yaxshi muhandislarimiz, mana bu ukamiz mana ukamiz. Assalomu alaykum. Bu Urgutda ham ishlagan ekan bu ukamiz. Ancha joylar yurgizib bergan ekan. Ko'rib qolsalar mana ishlar tanishadi buni. Tanib qoladi. Mana salom aytyapti, ko'rib qolgan bo'lsangiz. Shuni ham akamiz bor, bu kishi ham namaganlar, bu kishi ham Urgutda ishlagan ekanlar, akalari ishlagan ekanlar bularni. Rasulsa tanishlarga mana alagan salom mana tanishlardan. Mana shu salomlarni yurgizib yuribdi mana. Hozircha mana hammasi joyida mana. Aliflar olinmagan, lekin yuryapti. Nasib bo'lsa, hali mana ochilmaganlar turibdi mana. Navbatda turibdi. Xudo xolasa mana qo'llab tursalaring ishimizni Alloh qo'llasin. Avvalambor sizlarni ham layklar bilan qo'llab turasizlar, obuna bo'linglar.